Hammaga assalomu alaykum, qadrli Uz International kompaniyasi muxlislari, talabalar. Mana bugun bizni Javlonbek talabamiz kirib keldilar. Bakalavr darajasi bo'yicha, topik 3 daraja bilan. Javlonbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqa bo'ldi proses? Kimlarga rahmat demoqchisiz va nima Yaxshi, qilmoqchisiz kelajakda? Toshkentda shu Nodir akamga kattakon rahmat aytib qolaman. Shuncha yordam berdilar. Mana shu o'qishga kirishimga, bu yerda Anvar aka sizga, Puldor opa bu yerda hammalarga rahmat aytaman. Shu yaxshi san'at berishda tavsiya qilaman. Uz International kompaniyasini bemalol topshirishlari mumkin. Xavotirsiz, ishonchli, glavniysi. Bemalol. Qaysi soha bo'yicha kirdingiz? Biznes. Biznes sohada. Biznesni bo'lmoqchimisiz, xudo xohlasa? Xudo xohlasa kelajakda ham. Rahmat Yaxshi demoqchi bo'lgan niyatlar bilan. insonlar bo'lsa, bemalol aytaman. Rahmat shu uydagilarga, yaqinlarga, Toshkentda hammasiga kattakon rahmat aytib qolaman. Rahmat. Qatnashib qilishdi mana. Omadingiz bersin. Rahmat Anvarga, sizga ham katta. Bular universiteti mana qabullari yana boshlaydi. Kuzgi semestr uchun bemalol murojaat qilasiz. Hammaga omad.